Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari hamda kanalimiz a'zolari. Xudo xolasa mana navbatdagi obyektimiz ham yakunlab oldik. Bu obyektimiz Andijon shahrida bo'lib turibdi. Birma-bir ko'rsatib o'tamiz. Endi xudo xolasa bu razdivalka birinchi o'rinda razmeri eniga 1 metr, uzuni 2 metr bo'lib turibdi. Biriga 2 metr. Bu yerga avtomat kir mashina o'rnagan. Bu yerga nasosimiz, suv nasosimiz o'rnab ketgan. Bu yerga bitta vitishka uchun kulchatir, ichkari uchun. Bu yerga vishilka, mana havo almashtirish uchun bu razdivalkada portishka bor, shuning uchun vitishka qo'ymadik, ichkariga qo'ydik. Bu yerga esa avtomat qo'yilgan. Xudo xolasa avtomatimiz mana bezopasniy uzu avtomatlargacha qo'yilib, bezopasniy tomonlama o'ylab, har tomonlama o'ylangan holatda har bitta tochkaga отдельный to'klar borgan. Devorlarimiz dekor plastdan bo'lgan. Polniy dekor plast patologiyan bu shunday yorug'ligi yaxshi berish uchun bitta katta germetskiy lampa qo'yib ketganmiz. Bu hammomimizni isitish tizimi to'pli pol. To'pli pol ko'ramiz esa bu yerga o'rnagan. Ko'rib turganlaridek to'pli pol ko'ramiz. Bu yerga o'rnagan. Bu yerga ham bitta vishilka qo'yib ketdik. Bu tomonga, bu tomonga. Razdivalkaga ikkita vishilka qo'yib ketdik. Ichkariga o'tam, eshigimiz 60 ga 1.80 razmerda eshigi bo'lib turibdi. Ichkariga o'tsak, mana ichkarimizni razmerlari birinchi o'rinda 2 ga 2 kvadratli holatda. Polniy kafel bo'lgan, ko'rib turganlaridek. Xudo xolasa uyda egasiga yoqdi. Sizlar ham kommentariyaga yozib ketinglar, qanday baho berasizlar. Polniy kafel bo'lgan. Ko'rib turganlaridek, polniy kafel 30 ga 45 kafeldan bo'lgan. Buni ham patologiya dekor plast, bitta lampa bor. Pollari 30 ga 30 kafel bo'lgan. Matoviy kafellardan sekanmasligi uchun yana ham bu yerda yosh katta hojonalar bor ekan, shuning uchun bunday narsalar qo'yib ketdik, sekanmasligi uchun bezopasniy. Eshikdan kirganda chap qo'limizda rakvina, shkafli rakvina 60 ga 40 razmerda. Mana naporlarimiz ham yaxshi ajoyib holatda. Bu yerga ikkitali razvedka qo'yib ketdik. Soch soqolni bu narsalarga ishlatish uchun. Bu yerga sovun qo'yish uchun ikkita stakanchik. Bu yerga sochiq ilish uchun ko'lsa qo'yilib ketdi. Biz sochiq qo'yilish uchun bu rakvinadan keyin bu tomonga tahorat olish uchun joy qo'yilgan. Tahorat olish uchun joy bu yer kattaroq bo'ldi. Yoshga aytganimdek, yosh kattalar uchun udobniy bo'lish uchun. Oyoq qo'yib, oyog'ini ham yuvishga qiynalmaslik uchun oyoq qo'yib, mana ko'rib turganingizdek, bu yerga oyog'ini qo'yadi. Oyog'ini yuvishga osonroq bo'ladi. Mana bu yerga stolchiga bor, stolchini bu yerga qo'yib o'tirib, bemalol tahoratini olaveradi. Sovun qo'yadigan, oyoq sochiq uchun ko'lsa, bu yerga esa bu yerga vishilka ham suv shulka bo'ladi. Yuz sochiq ustibosh ilish uchun bu yerga suv shulka qo'yib ketdik. Bu tomonimiz dush bo'lgan. Dushimizni shunday holatda ko'rib turganingizda mana 10 santimetrlik qilib, bardurcha qilib suv bu tomonga o'tib ketmasligi uchun chiroyli holatda ko'tarib qo'yganmiz. Har bitta burchaklariga mana shunday ugolovlar yopishtirib ketganmiz. Dushimizni ichkarida bu razmeri 1 tashqarisidan, mana bardur tashqarisidan 1.10 ga 1.10 bo'lib turibdi bu yer ham. Ichi 1 metrdan qolgan. 60 santimetrlik traplar qo'yilib ketdi. Dushovoy stoyganimiz, semisetrimiz ajoyib holatda. Bu yerga shampun, sovun uchun polka qo'yilib ketilgan. Bu yerga esa mana dushda yuvingan holatda suv sachramaslik uchun parda, ko'rib turganingizda mana parda qo'yib ketganmiz. Misol yuvinayotgan paytda shunday qilib to'sib qo'yiladi. Keraksiz paytda yig'ishtirib qo'yaveradi. Suv tashqari tomonga sachramaydi. Bu yerda gaz yaxshi ekan, gaz suvimiz misol hozir ariston qo'ymadik bu yerga. Ariston qo'ymasdan bunda shunday pechkadan foydalanib, titan qo'yib ketdik. Suv, issiq suvni shu yerdan olishadi, shu yerdan foydalanishadi. Gaz
Gazlar ulangan, gazda isiydi. Shunday sinopga qilinib ketdi. Xullas, xuddi shunday bo'ldi. Ayrim negativ fikrlar kelib qolyapti. Kichkina bo'lib qolyapti, tor bo'lib qolyapti, unday bo'lib qolyapti, bunday bo'lib qolyapti, bu yerga bu narsa tushish kerak emas, bu yerga bu narsa tushish kerak deb ko'p negativ fikrlar bildirilyapti. Bu avvalambor uyni egasini, ya'ni qildirayotgan odamning xohishiga, talabiga binoan bo'ladi. Misol, biz o'zimiz xohlagandek qilmaymiz, ular xohlagandek qayerga nima o'rnatishni biz ham misol maslahat beramiz, kelishgan holatda qilinadi. U ham aytadi, biz ham aytamiz, o'rtada kelishgan holatda joydan kelib chiqib qilinadi, xuddi shunday. Yana nima qoldi? Biz aytib o'tgan vitichkamiz mana tashqarida kulchatlarni ko'rsatib o'tgandik. Havo tortish uchun shuni qo'yib ketdik. Xudo xolasa mana bu kafelda mana burchaklarni ko'rsatib o'tamiz. Ulovlar yopishtirib mana ajoyib holatda. Xudo xolasa xuddi shunday bo'ldi. Respublika bo'ylab xizmatlarimiz mavjud. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Kimga nima shunday hammomlar qildirmoqchi bo'lgan tanishlaringlarga jo'natib qo'yasizlar videoni, like bosib qo'llab-quvvatlab, kanalga yangi bo'lsanglar obuna bo'lib, podpискada bo'lib turinglar. Xudo xolasa har bitta qilgan ishimizga etap-metap qo'yib boramiz. Ko'rishguncha sog', salomat bo'linglar.